Расход qanday? 90lik gaz ballonim bor. Shaharchiga 250 yuraman. Uzoq yo'lga 500 ga yuraman. Gap yo'q. Avtomobilimizda hozirgi kunda sizlarga 50% boshlang'ich to'lov bilan 36 oyga 6,5 million so'mdan rasmiylashtirib beramiz. Hech qanday foizlarsiz. Hurmatli kuzatuvchilar, hozir biz Guliston shahri bo'ylab reydga chiqdik, yaxshi ma'noda. Kia avtomobillarini haydab yurgan haydovchilardan haqiqiy otзывlarini bilish uchun hozir mana Kia K5lar ko'rinyapti. Haqiqiy otзывlarini so'rab ko'ramiz. Kia K5 avtomobili. Assalomu alaykum tog'a, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Kia K5 avtomobilimiz haqida haqiqiy otзывni bilish uchun chiqdik. Haqiqiy fikringizni ochiqchasiga aytsangiz, avtomobil sizga yoqdimi? Nechinchi yildan haydayapsiz? Qachon olgansiz? Qayerdan olgansiz? Bu 2024-yilda shu yerda o'zimiz Sirdaryodagi avtosalondan olganmiz. Mashina yaxshi mashina. Nima deydi? Nadежный ходовойlar nima qilmaydi, отказ qilmaydi. Hamma yo'q yaxshi mashina. Hech bironta muammo chiqqan yo'q-a? Yo'q, yaxshi mashina. Xohlasa Kia K5 topdik yana bitta. Mart oyida olganman. 24-yil mart oyida. Lekin hali hech qayerga teginganim yo'q. Faqat mo'y almashtiraman, benzin qo'yaman. O'zi yaxshi yuribdi, go'sht tegmasin, bundan keyin ham yaxshi yursin. Hech bezovtalik bo'lgan yo'q-a? Hech narsa bo'lgan yo'q. 44 ming, 45 ming yurib qo'ydim. Hali hech bir yerga faqat mo'y almashtiraman bo'ldi. Gap yo'q. Benzin qo'yaman. Zo'r. Ma'qul bo'lsa bo'ldi, tog'a. Yaxshi. Joningiz omon bo'lsin, salomat bo'ling. Ko'rib turibsiz, hurmatli kuzatuvchilar, Kia K5 da o'zimiz ham yuribmiz. Avtomobil juda ham ideal. Kia K5 O'zbekiston mashina bozorini shunday yorib kirgan avtomobil hisoblanadi. Kia brendlarining asosiy taniqliligini oshirgan Kia K5 avtomobili hisoblanadi. Bu avtomobilni ortiqcha maqtashga o'rin yo'q. Avtomobilimizda hozirgi kunda sizlarga 50% boshlang'ich to'lov bilan 36 oyga 6,5 million so'mdan rasmiylashtirib beramiz. Hech qanday foizlarsiz, hech qanday foizlar qo'yilmagan holatda avtomobilning tan narxini o'zini sizlarga rassrochkaga avtomobilni oylik to'lov 6,5 million so'mdan taqdim etamiz. Hozir mana Kia Sonet avtomobilini yana ko'rib qoldik. Otзывini so'rashga harakat qilamiz, ketib qolmasidan. Kia Sonet avtomobilini ko'rib qoldik, mana tog'amizdan otзывlarni so'raveramiz. Assalomu alaykum tog'a, yaxshimisiz? Rahmat, o'zi yaxshimisiz? Sog'lik, yaxshimisiz? Qilgansiz qayerdan? Kia Sonet. Kia Sonet Jizzaxdan olib keldim. 2025-yil 16-yanvarda chiqdi, 25-yanvarda olib keldim. 1 yildan beri minyapman. Yaxshi. Na balonni nachidan almashtirganim yo'q. Shu gaz qo'ydim, shu yuribman. Metan qo'ygansiz. Metan gaz qo'yganman, metan. Hech qanday muammo bo'lmadimi? Yo'q, hech qanaqa muammo bo'lgan yo'q. Na buzilib, yamir qilgan joyi yo'q, отказ qilgan joyi yo'q. O'sha ko'pchilik aytgan oilaviy avtomobilmi? Men xullas men taksi qilyapman shunda. Ma'qulmi? Ma'qul, menga yoqdi lekin mashina yaxshi. Расход qanday? 90lik gaz ballonim bor. Shaharchiga 250 yuraman. Uzoq yo'lga 500 ga yuraman. Gap yo'q. Zo'r. Meniki mexanika-yu. Mexanika bo'lgani uchun 3 yeydi meniki. O'zim sinab ko'rdim-da men, o'zim sinaganimni aytyapman. Ma'qul qilasiz. Xullas qaram menga yoqdi mashina. Zo'r. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Yaxshi xizmat qilsin, tagida shamol o'tirish. Sog' salomat bo'ling, charchamang, rahmat.